Bugun sizlarga gidroponika yetishtirishdagi katta xatolar haqida gapirib beraman. Ko'pchilik savollar yo'llagan bu yuzasidan. Gidroponikamiz mog'orlab ketyapti, achib ketyapti yoki yaxshi o'smayapti kabi savollar yo'llagan bizga. Hozir shularni bir chekkadan aytib beraman. Gidroponika qachon mog'orlaydi? Xona temperaturasi baland vaqtda kam suv berilgan. Shuning oqibatida gidroponikada mog'or paydo bo'ladi. Keyingi masala achish to'g'risida. Gidroponika qachon ochiladi? Gidroponikaga xona temperaturasi baland bo'lganda ko'p suv bersa gidroponika achiydi. Qachon o'smay qoladi gidroponika? Gidroponika xona temperaturasi past holda o'zi sekinlashadi.